Ichimlik suvini tejash, uni isrof qilmaslik har birimizning insoniy burchimizdir. Zero tabiat tomonidan ato etilgan ushbu bebaho ne'mat tuganmas emas. Uning ham chek-chegarasi bor. Shu bois suvdan oqilona foydalanish madaniyatini barchamiz to'g'ri anglashimiz, eng muhimi bu tarbiyani farzandlarimiz qalbiga hali bolaligidanoq singdirishimiz lozim. Ana shu maqsadda Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati xodimlari Andijon shahridagi 53-maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lib, tarbiyalanuvchilar bilan suvni asrash va undan oqilona foydalanish mavzusida targ'ibot tadbirini o'tkazdilar. Tinglovchilarning yoshi inobatga olingan holda uchrashuv an'anaviy ma'ruza emas, balki o'yinlar, savol-javoblar hamda qiziqarli mashg'ulotlar tarzida tashkil etildi. Bu esa bolajonlarning mavzuni qiziqish bilan qabul qilishiga, suvning qadrini va uni asrashning ahamiyatini oson anglashiga xizmat qildi. Bilamizki, bugungi kunda eng global muammolardan biri bu suv ta'minotidir. Bugun bizning maktabgacha ta'lim tashkilotimizga suv ta'minoti xodimlari kelib, jajji bolajonlarimizga suvni tejash, suvni asrash haqida eng muhim bilimlarni berdi va qiziqarli mashg'ulotlar o'rgatdilar. Biz bolajonlar bilan o'tgan mashg'ulotda ko'zimiz quvnadi hamda bolajonlar bu mashg'ulotdan o'ziga kerakli barcha bilimlarni oldi. Suvni tejashni, qanaqa ishlatishni, bu bilimlarni hamda ota-onalariga ham yetkazish kerakligini ancha yaxshi bilib olishdi. Biz Andijon suv ta'minot xodimlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ushbu ta'lim tashkilotida 200 nafar tarbiyalanuvchiga 37 nafar xodim ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Muassasada yosh avlodning intellektual va ma'naviy kamoloti bilan bir qatorda ularda ekologik madaniyatni shakllantirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bois suvni tejashga bag'ishlangan bu kabi ma'rifiy tadbirlar bolalarning ongida tabiiy boyliklarga ijodkorona munosabatni qaror toptirish, suvning har bir tomchisi qadrli ekanini anglatish hamda bu ezgu odatlarni oilasida ham davom ettirishga zamin yaratadi. Zero suvni asrash madaniyati avvalo bolalikdan boshlanadi.